Yosh bolalar, rus tili darsi davom etadi. Og'zingga to'lqon solganmisan? Soat qo'lib? Nega endi qodim? Soat qulib. Mendan boshqasi qurib qolganmi? Xo'sh, kecha nima o'tgan edik? Qani qora taxtaga chiqchi, yoz. Dushanba Ma'qul. Keyinchi? Seshanba vtornik. Barakalla. Pятница. Xo'sh, yaxshi. Nega to'xtab qolding? Ha? Bu yoqni o'tmadingmi, Muallim aka? Shuni ham bilmaysanmi, soat qo'lib? Yoz bo'lmasa. Shanba. Yozdim, Muallim aka. Xo'sh, buni ruschasi qanaqa bo'ladi? Qani aytchi, soat qo'lib? Ketvertdan keyin nima keladi? Pятница. Pятницаdan keyinchi? Sheshnitsa. Yoz. Shanba subota bo'ladi. Unisi ham to'g'ri. Rus tili bahoyat boy til. Sheshnitsa desa ham bo'ladi, subota desa ham. Yozaver soat qo'lib, yozaver.